Allohga hamd va sanolar va uning oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar ila bugunlik kun suhbatimizni, ya'ni kechki suhbatimizni davom ettiramizki, anbiyolar qissasi, payg'ambarlar qissalaridan hol va qudrat tanishib kelayotgan edik. Mana bugun ham inshaalloh navbatdagi tanishadigan payg'ambarimiz bu Lut alayhissalom. Alloh taborak va taolo Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlar doirasida, ya'ni birma-bir ketinma-ketin Alloh taolo ta'rif berib, ularni navbati bilan o'zi Qur'onda biz sizga ta'lim berib o'tganki, har bir payg'ambardan keyin qaysi payg'ambar kelishligini, qaysi payg'ambar kelganligini Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va u kishi orqali biz sizga ta'lim bergan. Zero payg'ambarlar orasida navbatma-navbat kelishlik borasida bitta joyda ikki payg'ambar bir davrda kelganligini o'tgan suhbatlarimizda ham zikr etgan edik. Ya'ni bu Ibrohim alayhissalom va Lut alayhissalomlar. Ikkovlari bir vaqtda, bir davrda keldilar, bir joyda, bir makonda keldilar va keyin ajrashib ikki qavmga payg'ambar bo'lib, o'sha qavmlarni hidoyatga chorlashlik uchun, Allohni yakka deb bilishlik uchun, da'vat uchun ikkovlari ikki tomonga ketdilar. Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalomni, ya'ni Ibrohim payg'ambarni akalari Harunning o'g'li Lut. Ibrohim alayhissalom yoshliklaridan Lut alayhissalomni o'zlari etaklariga, yonlariga olib, birga olib yurganlar, payg'ambarlik darslarini berganlar. Chunki Ibrohim alayhissalom bilardilar, ya'ni Alloh bildirgan ediki, Lut alayhissalom, ya'ni kelajakda u kishi ham payg'ambar bo'lishliklari. O'zi Ibrohim alayhissalomga erkak kishilardan birinchi bo'lib iymon keltirgan ham mana shu Lut alayhissalom hisoblanadilar. Ayollardan esa Sora onamiz. Lut alayhissalom mana shunda Ibrohim alayhissalomga iymon keltirib, u kishini payg'ambar, haq payg'ambar ekanliklariga, Allohning yakkaligiga iymon keltirib, Ibrohim alayhissalom bilan doim yonma-yon yurib, u kishini ta'limotlarini olib, ilmlarini olib voyaga yetgandan so'ng albatta u kishiga ham Alloh taborak va taolo payg'ambarlikni nozil qildi. Ya'ni payg'ambar bo'lganlaridan so'ng Allohning buyrug'i, Allohning inoyati bilan u kishiga alohida bir qavm bildirildi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom orqali Sadum degan bir shaharda o'sha shaharni qavmini hidoyatga chaqirish uchun Lut alayhissalomga vazifa topshirildi, ya'ni payg'ambarlik vazifasi. Buni Ibrohim alayhissalom Lut alayhissalomga bildirib, endi siz falon shaharga borasiz, endi siz ham payg'ambarsiz. Allohni sizga boshlab vahiy tushadi. Alloh buyurgan narsalarni ado eting va o'sha qavmni to'g'ri yo'lga boshqaring. Sadum shahri shunday bir orom oladigan shahar, eng obod, hamma tomonlama bir manfaatli shahar edi insonlar yashashi uchun. Suv bor, ko'kalamzor, juda bir bog' va rog'larga to'la bir chiroyli, go'zal shahar. Alloh barakani berib qo'ygan shahar. Lekin shundan unumli foydalanmagan qavm, o'sha joyda yashaydigan qavm maishat, ishratga berilib, oxir oqibatda insoniyat tarixida eng jirkanch bo'lgan amallarni bajara boshladilar. Bu jirkanchlik shundan iboratki, ular bachchavozlikka mukkasidan ketdilar. Bachchavozlik bugunlik kunda erkak bilan erkakning nikohlanishi. Endi chiroyli qilib aytadigan bo'lsa, bu so'zni o'zi chiroylisi yo'q. Bunga chiroyli so'z ishlatib ham bo'lmaydi. Bu o'ta jirkanch bir amallardan. Zero Alloh taborak va taolo har bir narsani juft yaratdi. Odam alayhissalomni horg'in yurganlarini ko'rib, Alloh taolo u kishiga ayolni juft qilib berdi. Erkak va ayolni juft qilib yaratdi. Hayvonlarni hattoki erkak va ayolga ajratib juft qilib yaratdi. Har bir narsani. Qolaversa mana shu
kunduzu kecha juftligi, oy va oftob juftligi, har bir narsa juft qilib, o'zini juftini Alloh tanlab berdi. Zero yolg'iz Allohning o'zi yakka. Allohga juft ham yo'q, Allohga sherik ham yo'q. Alloh yakka yagonadir. Demak, qolgan har bir mahluqotlarni Alloh juft qilib yaratdi va juftlarni belgilab berdi. Erkakka mana bu ayol senga juft deb berdi. Ikkita erkakni juft qilib yoki ikkita ayolni juft qilib yaratgani yo'q. Alloh erkakka ayolni, ayolga erkakni juft qilib yaratdi. Vaholanki mana shu Sadum shahrida yashaydigan insonlar, kishilar shunchalik tubanlikka, zalolatga botib ketganlaridan ular mana shunaqangi jirkanch amallarga qo'l uradigan bo'lishdi. Shuning uchun ham ularni to'g'ri yo'lga boshlashlik uchun, ularni hidoyatga, bu yomon jirkanch bo'lgan yo'ldan qaytarishlik uchun Lut alayhissalomni o'sha qavmga jo'natdi. Lut alayhissalom borib u qavmni da'vat qila boshladilar. Ya'ni ularni to'g'ri yo'lga boshlamoqchi, Allohni tanitish, Allohni yakka deb bilinglar, Allohga ibodat qilinglar. Hamma payg'ambarlarni birinchi da'vatlari mana shundan iborat. Allohni yakka deb bilinglar, Allohga ibodat qilinglar, Allohga shirk keltirmanglar va ana undan so'ng yomon yo'llardan qaytishlik kabi, yaxshi yo'llarda yurishlik, solih amallarda sobit bo'lishlik kabi amallarni payg'ambarlar targ'ib qilganlar. Xuddi shundoq Lut alayhissalom ham o'sha qavmni borib bu jirkanch amallardan qaytarish uchun ko'pdan ko'p harakat qildilar. Lekin ular shu tariqa bu zalolatga cho'kib ketgan edilarki, bu narsadan qaytish xayollariga ham kelmasdi. Bugun bizni zamonamizda ham mana shu narsa avj olib borayotganligini biz bugun guvohi bo'lib turibmiz. Internetlardan, oila jahonlardan ochib ko'rsangiz, alhamdulillah bizni diyorlarda emas, lekin Yevropa diyorlarida, boshqa shunga o'xshash diyorlarda ochiqdan ochiq erkaklar bilan nikoh qurishayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Bu aslan shundoq olsangiz, ikkita erkak hayvon hech qachon bir-biriga juft bo'lmagan. Hayvon qilmagan ishni inson qilyapti. O'sha paytda ham mana shunaqangi bir jirkanch ishlarni qilishgan. Zero bu ishlarni oxiri voy ekanligini, Allohning balosiga albatta giriftor bo'lishligi aniq ekanligini payg'ambar Lut alayhissalom o'sha davrda qavmga buni qayta tushuntirar edilar. Hech ular hidoyatga kirmaganlaridan so'ng Allohga oxiri duo qildilar. Biz bilamizki, ko'p payg'ambarlar qo'llaridan kelmaganlaridan so'ng, ya'ni qo'llaridan kelmaganligi emas, balki o'sha qavm hidoyatga kirmagandan so'ng Allohga duo qilib, ya Rabbi, endi o'zing bularga kifoya qilgin. Men sen buyurgan barcha amallarni qildim. Barcha so'zlarni, vahiylarni, oyatlarni yetkazdim. Lekin bular bu amalga bo'yin so'nguvchi, to'g'ri yo'lda yurguvchi emaslar. Endi o'zing bularga kifoya qilgin deb Lut alayhissalom duo qilganlaridan so'ng Alloh taolo osmondan bir necha farishtalarni yerga tushirdi. Ularga shunday buyruq bo'ldiki, Lut alayhissalomni xonadonlariga borib mehmon bo'lishlikka va ular Lut alayhissalomni xonadonlariga borayotib, yo'lda Ibrohim alayhissalomni ham xonadonlariga mehmon bo'lib kirganlar mana shu farishtalar. Ana shu davrda Ibrohim alayhissalom 85 yoshda bo'lganlar. Ibrohim alayhissalom hech qachon bir o'zlari iftorlik qilmagan ekanlar. Umrlari davomida necha yil umr ko'rgan bo'lsalar, biron marta dasturxonda bir o'zlari o'tirib taom yemagan ekanlar. O'sha kuni ham Ibrohim alayhissalom roza tutib, iftorlik vaqti bo'lganda sherik izlab, sherik kutib turardilar. Bilardilarki, Alloh taborak va taolo baribir bitta sherikni
u kishiga jo'natishligini, xoh u insoniyatdan bo'lsin, xoh farishtalardan bo'lsin, ana shu sherik bilan birga o'tirib iftor qilishliklarini kutib turganlarida u kishini oldilariga bir barzangi chiroyli bir yigitlar kirib kelishdi. Ibrohim alayhissalomga salom berdilar, u kishi alik oldilar va marhamat qilib dasturxonga taklif qildilar. Dasturxonga o'tirib iftor qildilar. Iftor qilganlarida sheriklari taomlanmaganlaridan bildilarki, ular farishtalar. Chunki farishtalarda nafs yo'q. Farishtalar taomlanmaydilar. Ovqat ham ichmaydilar, ovqat ham suv ham iste'mol qilmaydigan maxluqot, ya'ni Alloh yaratgan jonzotlar. Ularni taomlanmaganini ko'rgan Ibrohim alayhissalom ularni farishta ekanligini bildiradi. Chunki u kishiga payg'ambarlik ilmi bor edi, ya'ni u kishi farishtalarning taomlanmasligini juda yaxshi bilardilar. Alloh taborak va taolo 3 ta toifani misol qilib keltirgan, ya'ni yaratgan. Bu toifalarning eng oliysi, birinchi o'rinda turadigani bu farishtalar. Farishtalarga Alloh taborak va taolo aql berdi, lekin nafs bermadi. Ularning aqli bor. Aqlni ishlata oladi, lekin nafs yo'q. Taomlanmaydi, suv ham ichmaydi, ovqat ham yemaydi, shahvati ham yo'q. Nafs degan narsa ularda yo'q. Yuqoridagi pog'ona. Endi eng ostidagi pog'ona bu hayvonot olami. Hayvonot olamini Alloh taborak va taolo shunday yaratdiki, ularga nafs berdi, lekin aql bermadi. Hayvonlarda nafs bor-ku, ovqatlanadi, taomlanadi, erkaga ayol bo'ladi, jipslashadi. Nafs degan narsa ularga bor-ku, lekin Alloh taolo ularga aqlni bermadi. Namoz o'qishni bilmaydi, Allohga ibodat qilishni bilmaydi, chunki aql yo'q. Lekin yeb ichishni biladi. Bunga nafs bor. Endi o'rtadagi pog'ona bu insoniyat pog'onasi ekan. İnsaniyat pog'onasini Alloh taborak va taolo sinov uchun yaratgani bois unga ham aql berdi, ham nafs berdi. Qarang, farishtalarga aql berib nafs bermadi, hayvonlarga nafs berib aql bermadi, lekin insonga ikkovini ham berdi. Nafsini ham berdi, aqlini ham berdi. Aql bilan nafsni boshqarishlikni Alloh Qur'onda bizni sizga o'qitirdi, ta'limotini berdi. Ana shu sinov. Mashoyixlarimiz, ulug'larimiz, ulamolarimiz aytishadiki, agar inson aqliga ergashadigan bo'lsa, nafsiga qul bo'lmaydigan bo'lsa, nafsini boshqara olsa, u yuqoridagi pog'onaga ko'tariladi. O'rtada dedik, inson turibdi, tepada farishta, pastda hayvon. İnson o'rtada turgan inson agar aqlini ishlatib, nafsini jilovlay olsa, farishtalar darajasida ko'tarilar ekan. Alloh uni darajasini shu darajada baland qilib qo'yar ekanki, bamisoli farishtalar darajasiga ko'tarib qo'yilar. Agar inson aqlini ishlatmasdan nafsiga qul bo'ladigan bo'lsa, u pastki pog'onaga tushib qoladi. Ya'ni hayvondan farqi bo'lmay qoladi u inson. Agar ibodat qilishlikni bilmasa, shukrni bilmasa, faqat o'sha jinsiy aloqa yoki yeb ichishdan bo'ladigan bo'lsa, inson shukrni bilmaydigan bo'lsa, hayvondan farqi qolmas ekan. Shuning uchun ulug'larimiz aytishadiki, inson avvalo aqlini mahkam tutmoqligi va nafsini jilovlay olishligi lozim bo'ladi. Bunga yaqqol dalil, yaqqol misol Lut alayhissalomni qavmi. Ular ana shu aqlni ishlatmadilar, faqatgina nafsga berilib, nafs ortidan mana shunaqangi bir jirkanch amallarga qadam qo'ydilar. Endi mavzuga qaytamiz. Ibrohim alayhissalomning oldida turgan ikki kishini Ibrohim alayhissalom bildilarki, ular farishtalar. Men dedilar, sizlarni bildim. Sizlar Allohning farishtalarisiz. Eng go'zal maxluqotlardansiz. Yer yuziga nima ish bilan tushganlaringizni bilsam bo'ladimi?
Ular aytdilar, ha, albatta bo'ladi. Biz Allohning buyrug'i bilan Lut qavmini ustiga bir balolarni yog'dirish uchun boryapmiz. Ya'ni Sadum shahrini ustiga balo yog'dirmoqlik uchun boryapmiz dedilar. Shunda Ibrohim alayhisalom aytdilarki, axir u yerda Lut bor-ku, mening birodarim bor-ku, unga zarar yetadimi deganlarda yo'q. Biz ham bilamiz bu kishining o'sha yerda borliklarini. Albatta solihlarga Allohning hech qanday balosi tegmaydi. Inshaalloh ular omonda bo'ladilar deb Ibrohim alayhisalom bilan xayrlashib va Ibrohim alayhisalomga albatta bu joyda xush xabarni berib o'tib ketdilar. Ular nima uchun Ibrohim alayhisalomning xonadonlariga kirib o'tdilar? Ibrohim alayhisalomga Allohning xush xabarini yetkazish uchun kirgan edilar. Ana shu xush xabar nima edi? U kishini farzandli bo'lishliklari, Ismoil alayhisalomning dunyoga kelishliklari xush xabarini 85 yoshli Ibrohim alayhisalomga xush xabarini berib, u kishi bilan xayrlashib Sadum shahriga qarab yo'l oldilar. Sadum shahriga borib Lut alayhisalomning xonadonlariga mehmon bo'lib kirdilar. Ularni ko'rgan Lut alayhisalom juda bezovtalana boshladilar. Hamma mehmonni ko'rsa xursand bo'ladi-yu, lekin Lut alayhisalom xursand bo'lmadilar. Chunki qavmlarni qanaqangi darajada jirkanch insonlar ekanliklarini juda yaxshi bilardilar. Va darhol bularni xonadonga kirgizib, eshik derazalarni yopib qo'ydilar. Birov ko'rib qolmasin, bilib qo'ymasin degan maqsadda. Lekin u kishini ayollari chiqib ko'chadagi erkaklarga xabar qildilarki, bizni uyimizga ikki yigit, juda bir go'zal kelishgan ikki yigit keldi deb xabar qildilar. Ular kelishgan yigitlarga, ya'ni yangi kelgan yigitlarga juda endi qo'pol bo'lsa ham bu so'zni aytishga insonni tili bormaydi-yu, lekin tarixda bor narsani aytyapmiz. Ular mana shu yigitlarga ishqiboz bo'lib keldilar. Lut alayhisalomning xonadonlariga bostirib kirdilar. Eshiklarni urib, sindirib kirdilar. Lut alayhisalom eshiklarni oldilariga kelib, eshikni mahkam quchib, unaqa qilmanglar. Meni sharmanda qilmanglar mehmonlarning oldiga. Agar sizlar shunchalik darajada shahvatga berilgan bo'lsalaringiz, mana meni xonadonimda qizlarim bor. Nikohlaringizga olinglar. Qizlar bilan shu ishlarni ayollar bilan qilinglar, nikohlaringdagi ayollar bilan qilinglar. Lekin erkaklarga zinhor, bazinhor yaqinlashmanglar. Buning oxiri voy, oxirida Allohning balosi bor deb shunchalik tushuntirsalarda, Lut alayhisalomni itarib, yiqitib bo'lsa-da uyga kirdilar. Uyga kirdilar, endi ular hech qachon farishtalarga yaqinlik ham, qo'lini ham tekiza olmaydi. Allohning irodasi bilan, farishtalarning karomati bilan shunday bir shamol ko'tarildiki, xonaning ichidan ularni bamisoli xuddiki supurgi, ana u axlatni supurib tashlaganda Lut alayhisalomning uylaridan ularni supurib ko'chaga supurib tashladi. Shunda farishtalar Lut alayhisalomga aytishdi: "Ey Lut, endi siz o'zingizga taalluqli bo'lgan, iymonli bo'lgan, ixlosga kirgan, e'tiqodli bo'lgan kishilarni o'zingiz bilan oling, ahli oilangizni olingda tezda bu shaharni tark eting. Shu darajada tezlik bilan tark etingki, hattoki orqangizga qayrilib ham qaramang va yoronlaringizga, siz bilan birga chiqadiganlarga ham ayting, ular ham ortlariga o'girilib qaramasinlar. Agar ular birontalari ortlariga o'girilib qaraydigan bo'lsalar, ularga ham balo tegadi" dedilar. O'zgaga kelgan baloga, o'sha najas bo'lgan, shunaqangi bir jirkanch bo'lgan insonlarga kelgan baloga qarasa agar, to'g'ri insonga ham, hidoyatli insonga ham balo tegar ekan. Shuning uchun aytadiki, bir joyda, o'sha joylarda qayerdagi bir ikki erkak bir bo'layotgan joylarga imkon qadar yaqinlashmaslikka, chunki u joyga bir balo keladigan bo'lsa, san mu'minsan, san musulmonsan deb o'tirmaydi. Mana shunday bir naql borki, agar o'rmonga o't ketsa, olov bo'lsa, ho'l ham quruq ham barobar yonadi deydilar. Bu ulkan o'tda o'rmon yonadigan bo'lsa, ho'l o't o'lanlar ham yonib ketar ekan. Ularga keladigan baloga nazar soladigan bo'lsa ham insonlarga balo tegishligini farishtalar o'qitirdilar va Lut alayhisalom tezlik bilan
o'zlariga taalluqli bo'lgan iymonli, taqvoli kishilarni darhol chorlab, chaqirib, farzandlarini olib shaharni tezlik bilan tark eta boshladi. Lekin ayollari mana shu joyda qoldi. Chunki u ham xuddi mana shular kabi bu jirkanchliklarga aralashib ketgan, Allohni tanimaydigan. Endi yuqori suhbatlarimizda Nuh alayhisalomga e'tibor qiladigan bo'lsak, farzandi hidoyatga kelmadi. Mana bu joyda Lut alayhisalomning ayollari bir yostiqqa bosh qo'ygan, shuncha farzandlarni voyaga yetkazib dunyoga keltirgan o'zlarini ayollari ham hidoyatga kelmay qoldi. Alloh hidoyat bermasa, qolgan amallar behuda bo'lar ekan. Shuning uchun doim hidoyatni ayollarimizga, farzandlarimizga hidoyatni Allohdan so'rab har namozlarimizda duo qilmoqligimiz lozim, darkor bo'lar ekan. Lut alayhisalom shaharni tark etganlardan so'ng farishtalar Allohning izni bilan bu shaharni ag'dar-to'ntar qildilar. Shu darajada shahar ag'dar-to'ntar bo'ldiki, anov apokalipsis, yer qimillab, uylar qulab, yer yorilib, ikki tomondan bu tomondan ag'darilib, odamlar yerga qorishib, qochgani qolgani shunaqa bir ahvollarda bo'lganlarida mufassirlarimiz aytishadiki, buni aslan Alloh taborak va taolo farishtalarga buyurganda, farishtalar qanotlarini yerni bir qatlam ostiga kirgizib ko'tardilarda va chappa qilib yerga yana qoqib qo'ydilar. Va misoli bir lapatka bilan yerni ag'daramiz-ku, ag'darib chappa qilib tashlaganda shunaqa qilingan deb mufassirlarimiz bayon qilishgan. Xullas, mana shunaqa ag'dar to'ntar bo'lgandan o'lgani o'ldi, qolganini ustida Alloh taborak va taolo osmondan sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirganligini oyatda marhamat qiladi. Keyinchalik arxeologlar mana shu narsalarni izlab tekshirib ko'rganlarida o'sha har bitta tushgan toshchada insonni ismi yozilgan bo'lgan. Kimniki har bittasi osmondan Alloh inoyati bilan yozilib, har bitta insonga alohida tosh tushib, bir urganda boshidan kirsa, endi kechirasiz, orqasidan chiqib ketgan. Teshib tashlagan, odamni ikkiga bo'lib tashlagan. Muarrixlarimiz aytishadiki, o'sha joydan bir kishi qochgan ekan. Qochgan emas, mana shu balo kelishidan oldin, bir kun oldin chiqib ketgan ekan va Bakka shahriga borayotgan bo'lgan ekan. O'sha voqea bo'lganda kechasi Lut alayhisalomning qavmini ustiga balo yog'ilib, o'sha sopol toshchalar tushgan paytida shu odamni ham toshchasi bu shaharda emas, to'g'ri Makka, ya'ni Bakka shahriga borib, o'sha joyda o'sha odamning ustiga tushib, o'sha odamni bo'lib tashlagan ekan. Ya'ni u ham gunohkor. Agar Allohning ajali, Allohning balosi keladigan bo'lsa, qochib Makkaga ketsang ham topib olar ekan. Shuning uchun avvalo inson bu razilliklarga qadam qo'ymasligi lozim. Bugungi kunda Isroilda joylashgan O'lik dengizini hammamiz bilamiz. Ana shu O'lik dengizini joyi Lut qavmini, ya'ni yuqorida aytgan Sadun shahri. Hozir suv bosib, shu suvni tagiga ular ko'milib ketgan. Hozirgacha arxeologlar tushib har xil narsalarni topib chiqishyapti u joydan. Endi qarangki, ularni balosiga dengiz shu. Dengizda mavjudot yo'q. Biron bir ko'lmak yo'qki, ichida mavjudot bo'lmasin. Oddiygina yomg'ir yoqqandan so'ng yerning ustida bir ko'lmakcha yarim satr, yarim chelak, yarim paqirlik suv to'planib qolsa, mana shuning ichida hujayralar paydo bo'ladi. Shuning ichida qanaqadir mikroblar, bakteriyalar, jonzotlar paydo bo'ladi. Lekin mana shu O'lik dengizda mana shunaqa narsalar yo'q ekan. Bu nimani dalolati? Uni ostida mana shunaqa jirkanch insonlar yotganligidan bugun Alloh u joyni suv bilan ko'mib tashlagan bo'lsa-da, u joyda hayvonotlar yashamas ekan. Qiyomat kunigacha ularning zarari bo'lib turar ekan insonga. Endi qanday qilib u bunaqa amalga inson qadam qo'yadi? Bu amalni qilganga, yaqinlashganga balo bor. Ularga aralashganga balo bor.
hattoki ular turgan joyda mana necha asrlardirki balo yog'ilib turibdiki, u joyda na bir mavjudot bor, na bir jonzot bor. Bundan sergak bo'lmoqligimiz darkorki, bu aslan aytilganda bir tilga juda bir og'ir narsa, juda jirkanch amal, lekin afsuski bugun yana mana shunaqa amallar ko'payib bormoqda. LGBT deydi-yu, shunaqa tashkilotlarni ham tuzib olishgan bular. Ulardan ehtiyot bo'lmoqligimiz zarur. Ular doim insonlarni o'zlariga chorlaydi, yoshlarni o'zlariga chorlaydi. Diniy ilmidan yo'q, dunyoviy ilmi yo'q. O'g'il bolalarni o'zlariga chorlashlikka harakat qilishadiki, Alloh taolo ulardan panoh bersin. Jami unaqangi shaytoniy yo'llardan, yomon yo'llardan, razil, jirkanch yo'llardan Alloh panoh bersin. Hammamizni va hammamizni farzandlarimizni, nabira-abiralarimizni Alloh taolo musulmonlardan bu narsalarni o'zi daf qilgan bo'lsin. Va har birimizni Alloh chiroyli amallarda sobit qadam bo'lishligimizni nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.